Bu videoda mashhur blogerlar meni hayotimni boshqarishadi. Chunki 24 soat davomida ular bergan topshiriqni bajarishga majbur bo'laman. Shetan normalniy, odam normalniy. Va ular xohlagan topshiriqlarni berishadi. Ya'ni topshiriqni bajarishga majburman. Hammanglar qoidalarni tushunib olgan bo'lsanglar, bo'lmasam videoni boshladik. O'rtoqlar, sizlarga hoziroq mana shu joyda bitta aytishim kerak bo'lgan muhim gapim bor. Ham bo'lsa o'rtoqlar, hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing va kommentariyaga keyingi videoda qaysi blogerlardan shart olishimni xohlaysiz. O'shani ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Va o'rtoqlar, bizni Akfaret YouTube kanalimizda qachonki 10 ming ta obunachi bo'lsak, 10 ming ta obunachidan keyin Komon Qohorov, Abuzer va O'zbekiston top TV, Omonxon, Judosh, Rayhonbek kabi ko'plab blogerlar bilan biz Tashkent City Malchida ekstremal berkamochoq videosini olamiz. O'shancha o'rtoqlar, sizlar meni kanalimga yangi bo'lsanglar, kanalimga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosinglar. Kommentariyaga qaysi blogerlar bilan keyingi safar kontent qilishni xohlaysiz, o'shani yozib qo'ying. Bo'lmasa birinchi bloger shartini bajarishga o'tamiz. Akbaretto ukam, senga zo'r shartim bor. Ko'chada odam ko'p joyda 30 tanjimani qilib ber. Bo'lmasa o'rtoqlar, hozir biz endi birinchi bo'lib Lutfi tog'an, ya'ni Murod Azizov blogerni shartini bajaramiz. Ya'ni ular ko'chada odam ko'p joyda 30 tajimani qilib berganlar. Hozir bo'lmasa birinchi bloger shartini bajaramiz. Hozir odam ko'p joyga boramiz. Odam ko'p joy qayerda bor misol? Qayerda deb o'ylaysizlar? Mana shu do'konning orqasidan bo'lishi mumkin. Do'kon orqasiga o'tib qilib olamiz birinchi shart bloger. Oldidami? Go, ketdik. Yoki yana bir variant bormi boshqa joyda qilishga? Sal yursangiz katta yo'lda yonboshlarda odam gavjum bo'ladi. Mana shu yerga olamiz, ketdik. Go. Xo'p, o'rtoqlar, shu payt обязательно videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shetan normalniy, odam normalniy. Ya, ko'p emas. Normalniy. Go, o'rtoqlar, shartni joyida bajarib olamiz. Voy, ishoning, shunaqa hayajonlanmayman. Shartni bajarishga. Real hayajonlanmayman. Xo'p, o'rtoqlar, shuncha harakat uchun uyalmasdan hayajonni yengib, shuncha harakat uchun обязательно like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi, o'rtoqlar. Go. Odamlar bitta ko'rsin, men atrofni bitta ko'rsin. Odamlarni qaranglar, do'konning oldidamiz, priyam. Do'kon oldida kontent qilamiz, o'shancha обязательно endi bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi, like. 30 tajimani-mi? Davay, ha. Lar. Ke. Yigirma olti, 28, 29, 30. Voy be. Naralim? Tez bajarib tashladim, ha? Ko'rsatsa, onam. Nerealniy, normalniy. Hozir kamida, onam ko'p, men bolalar o'sha qarab turibdi, bratlar, sanib qolib. Xo'p, bo'lmasam o'rtoqlar, birinchi bloger shartini bajardik. Ana endi bo'lmasam ikkinchi bloger shartini bajarishga o'tamiz. Qadrli obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana ukamz Akbaretto bugun video otgan ekan. Xo'p, bitta challenge bering, bitta qiynayman dedi. Mana senga bitta challenge uka jonimman. Ajimani qilganda, ajimani qotgan paytda, ya'ni pastga tushib chiqayotganingni, bunaqalardan tushib chiqasan, o'sha paytda bitta limon yeb qo'y. Oxirgacha yeb qo'y. Ustidagi saro postlariga nima deydi? Hamma narsasini korotchi qoldirmasdan yeb qo'y. Aka bu qolib ketibdi, u qolib ketibdi dema. Bo'pti, bitta daning chiqarish imkoniyating bor. Agar shuni qila olsang, mayli mana. Ko'rayotgan odamlar umid qilaman, sizlar bitta dona like bosib, mehnatiga yarasha bitta nimadir komment yozib qo'ysizlar. Xo'p, qilishini ukam. Xo'p, o'rtoqlar, bo'lmasam biz endi ikkinchi shartni, ikkinchi bloger shartini bajarish uchun hozir Olmazor rayonining boshqa lokatsiyasiga keldik va bilasiz, hech qanaqa odam ko'p joyda deyilmagan bitta joyda Sardorotda aytgan shartni bajarish uchun biz hozir boshqa lokatsiyasiga keldik va o'rtoqlar, Sardorotning shartini bajarish uchun ajimani qilayotgan joyda mana o'sha shartda aytilganidek bitta limon yeb qo'yish kerak dedi va vot mana limon va bitta limon ajimani qilayotgan paytda yeb qo'yishimiz kerak. Bo'lmasam ko'p gapirib o'tirmasdan ikkinchi shartni, ya'ni Sardorotning shartini bajarishga boshlaymiz. O'rtoqlar, mana ko'rganingizdek limon, qarab oling. Limon. Vot o'rtoqlar, endi limonni hozir Sardorotda bergan shartni bajarib, şimdi ajimani qilayotgan paytda bitta limonni butunlay yeb qo'yamiz. Bo'lmasam ikkinchi bloger shartini bajaramiz o'rtoqlar. Shuncha harakat uchun videoga like bosinglar. Mana buni qaranglar, oling yaqinroqdan. Komfortga qaranglar, diskomfort qoldimi? Atel. Mana qo'l kirib o'ting. Boshlandi. Nima bu? Birinchi variant to'g'rimi? Yaqinroqdan oling. Mana qaranglar. Bitta ajimani qilib limon yeb qo'yamiz. Yaqinroq olavering, yaqinroqdan. Всё. Mana limon pochog'i. 3 urinishda, qo'llarim suv hozir yuvib olaman. 3 urinishda men ajimani qilib limonni bitta limon yeydim. Ya'ni bu blogerning ham sharti bajarildi, Sardorotdan ham sharti bajarildi.
Ana endi bo'lmasam keyingi, ya'ni 3-bo'lib bajaradigan blogerimiz shartiga o'tamiz. Nima gap Akbaretto, senga sharti zo'ri. Odamlarni oldiga borasan, bitta 1 litrlik suv olasan, hammani oldida prям ustingdan quyib yuborasan suv. Davay, kutaman. Tamam. O'rtoqlar, ana endi 3-blogerimiz, ya'ni muzik bolalar bergan shartni bajarish uchun biza bu kiyimda bo'lmaydik. Bu kiyimda shartni bajara olmaymiz, ya'ni ustimizdan suv quyishimiz kerak. Muzik bolalar, ya'ni Doston va Islom bergan shartni bajarish uchun biza ustimizdan xuddi shu kiyimimizni ustimizga suv quya olmaymiz. Ya'ni biza qilishimiz kerak bo'lgan ish, hozir birinchi o'rinda kiyimimizni almashtirib olamiz va hozir bitta perexod orqali men hozir kiyimimni almashtirgan bo'laman. Вот o'rtoqlar, уже mana perexod ham bo'ldi va bitta perexod ichida ko'rishga mumkin kiyimlar almashdi va ana endi oxirgi, ya'ni 3-bo'lib bajaradigan blogerlarimizni, ya'ni o'sha qanamagan o'sha aytib ketaman, 2 oy ichida Instagram tarmog'ida 1 million 200 mingdan oshiq auditoriyaga ega bo'lgan va bitta Reels orqali, bitta Instagram videosi orqali 60 milliondan ko'p prosmotr yig'gan muzik bolalar Doston va Islomni, ya'ni blogerlarimizni, oxirgi blogerlarimiz shartini bajarishga biz hozir mana shu lokatsiyaga keldik va kiyimimizni almashtirib oldik. Bildinglar, videoda eshitganinglardek, ikkita 1 litrli suv olasan va ustingdan ko'chada просто prям quyib yuborasan dedilar. Birinchidan bugun yomg'ir yog'gan, ham hozir kechqurun soat 10lardan oshdi va juda ham sovuq, salqin va men shorti futbolkadan ham bilar, lekin shorti futbolkadan va o'rtoqlar, ana endi hozir mana bu ikkita, bittasi 1,5 litrli, bittasi 1 litrli suvlarni ustimizdan prям quyishimiz kerak. Общий 2 litrli suv quyishimiz kerak va o'rtoqlar, shuncha harakat uchun обязательно videoga like bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna ham qo'yinglar. Va o'rtoqlar, sizlarga yana bitta ma'lumot aytib ketishim kerak. Mana shu videoni ikkinchi qismi chiqishini xohlaysanglar, mana shu video tagida 5000 ta like yig'iladi va 5000 ta likedan keyin men mana shu videoni ikkinchi qismini olaman. Va agarda sizlar mana shu video tagida 11000 ta like yig'sanglar, to'stada 11000 ta like yig'sanglar, xuddi mana shu rubrikani ikkinchi qismini men obunachilarimdan shart olib bajaraman. Ya'ni ikkinchi qismini men agar 11000 ta like bo'lsa, mana shu video tagida obunachilarimdan har xil shartda olib bajaraman va sizlar misol uchun omadinglar kelib qolsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimda обязательно o'sha shartda bajarilgan kun yoki 11000 ta like qilgan kun tashlanadi va sizlar menga 5 ta yoki 6 ta nechtadir obunachim men o'sha syomka paytida aytaman 11000 ta like qilsanglar, o'sha payt haqiqiy obunachilarim menga shart berishadi va men bajaraman. Va o'rtoqlar, mana Telegram kanalim silkasi mana mana shu yerda turibdi. Shuni QR kod qilib просто tak Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va Telegram kanalimga chatiga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, tez kunda mana shu videodagi 11000 ta yoki 5000 ta like bo'lsa, lekin 11000 ta like bo'lsa o'zingizlarga yaxshi. 11000 ta likedan keyin biz mana shu videoni ikkinchi qismida obunachilarimdan shart olib bajaraman degan video olaman. Просто tak mana shu yerda Telegram kanalimga QR просто skaner qilib kanalimga obuna bo'lib qo'ying Telegram kanalimga. Go o'rtoqlar, bo'lmasam endi oxirgi 3-bo'lib bajaradigan blogerimizning shartini bajaramiz. Mana suv va ana endi ham kepgan yetamiz. Обязательно o'rtoqlar, kechqurun soat 10:51. 10:51 soat, ya'ni почти 11 bo'ldi soat. Bizda kechqurun, kim bo'lib yomg'ir yog'gan, yana sovuqda men short futbolkada sizlar uchun, kontent uchun shu suvlarni suvga qo'yaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Oyoq kiyimlarni yechamizmi? Davay. Jigarlar, ishoninglar. O'rtoqlar, hozir men ustimga kechqurun soat 11 da shu mana shu 2 litr suvni, ya'ni ikkita 1 litrli, 1,5 litrli suvlarni ustimdan prям quyib yuboraman. Ya'ni bugun yomg'ir yog'gan. Sovuq, juda ham sovuqda men mana shu ustimdagi shorti futbolkada men hozir kechasi soat 11 da shu muzdek suvlarni mana ko'rishingiz mumkin. Ushbu ikkita muzdek suvlarni, ya'ni 2 litr suvlarni ustimdan просто kiyimimni ustidan просто quyib yuboraman. Bля, brat, прикинь, shunaqa делай грас, brat. Bosh sovuq ekan, ha? Reально, voy. 11 soat. Ya'ni bugun yomg'ir yog'di ertalab, bilasizmi? Ertalab obedgacha yomg'ir yog'di. Shunaqa salqin va meni ikkita muzdek suvlarni men ustimga quyib yuboraman. Прикинь, делай грас, brat, делай грас. Nima bu? O'rtoqlar, sizlar uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Go jigarlar. Делай грас, brat. Hozir kechqurun soat 11 da прикинь, men o'rtoqlar, kechqurun soat 11 da men hozir ustimga ushbu ikkita muzdek 2 litrli suvni ustimdan quyib olishim kerak. Ya'ni bitta blogerlar bizga shunaqa shart qilgan. Albatta o'rtoq, bu shartni men bajaraman. Vot, jigarlar oyoqni yechdik. Ya, naskinaman, nima bu? Vot, rahmat, priят. Tappa to'yaman, oxirgi bloger shartini bajarish. Albatta bizda shart olindi va albatta usul bajariladi. Делай грас, брат. Damn, I need to go crazy.
Nimaga banyom taksirnishda o'ranisdan Mam garaje Yaman doма юмай дом захват Тысячи клиентов думаю мой дом захват Тысячи абонентов и мой дом захвачен Мертвые белые в кармане и мы тратим Если ты не понял что-то, то верни обратно Если мы забрали тех, то это не возврат Remember me for centuries Siksam o'rtoqlar, shuncha qaraga tushunmadi. Shuncha qaraga tushun videoga like bosib o'rtoqlar. Da o'rtoqlar. Bo'lmasam video mana shu joyga tugaydi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men tezroq istorib keymanki sovqatdim o'rtoqlar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, 5000 ta like dan keyin mana shu videoni blogerlardan shartda ikkinchi qismi chiqadi. 11000 ta like dan keyin obunachilardan shart olaman. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Go o'rtoqlar. Let's go. Siksam. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga legenda so'zini yozib qoldiring va albatta YouTube sizlarga mana bu videomni tavsiya qilyapti. Albatta o'tib ko'ringlar.